Aldın tanış болып kelip atқан Şinjan Çoğun Ustam Yemeklik İşlep Çıkarış şirketi öz üstüge alған. Programımızı çaç asraş, çaç yuyish mahsulotları içinde izchil bayraktar karxan болып kelip atқан Şinjan Al-Xumar Mablag' Silish şirketi alohida talab qilgan. Şinjan Pasil Xalqaro savdo şirketi programımızga yaqindan yordamda bo'lgan. Elchini Şinjan Kamera Madaniyat tarqitish şirketi ajri bilan ishlagan. Programımızda her vaqt kamera apchiqi orqali to'liq ko'ra olasizlar. Bizning bugungi programmamizda o'xshashlar sahnadagi yoshlarga yetakchilik qilgan ustozlar qadam tashrif qildi. Şinjan Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi Pishqon Qobil advokat, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik ayollar birlashmasi mutaxassislar ombiriga tizimli kirgizilgan mutaxassis Fatigul Abduqodir. Qarshi olamiz Fatigulada. Turpan surat kelinayotgan programmamizga alohida taklif bilan qatnashgan san'atkorimiz Sami Osman aka. Sami aka qarshi olamiz. Psixik maslahatchisi sirdishimiz Ali Muallim. Ali qarshi olamiz. Qani bugungi programmamizga tunji bo'lib chiqmoqchi bo'lgan yigit kim u? Biz uning bilan ko'rishib baqaylik. Marhamat. Qani bugungi programmamizga tunji bo'lib chiqmoqchi bo'lgan yigit kim u? Biz uning bilan ko'rishib baqaylik. Marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sahne tayinda o'tirayotgan 20 nafar qizdan kimlar bugungi sahnaga chiqadi? O'zingiz eng yoqtirgan bir qiz va siz sahnada ko'rishib baqmoqchi bo'lgan 9 qiz qo'shilib 10 qizni tanlang. Hemen tanlab bo'ldingizmi? Ismingiz kim? Abdullah. Bo'ldi enim. Yeni ko'rishaylik Abdullah. Ma'qul, xo'sh. Qani Abdullah tanlagan qizlarni sahnada kutib olaylik. Marhamat qizlar. Qani qizlar, ekran qaraylik. Kim bugun birinchi bo'lib sahnaga chiqadi? Yaxshimsizlar, elchi programmamizga go'zal qizlar. Men Abdullah bo'laman. Yurtim Turpan bo'yliqdan, kasbim usulchi. Odatda oddiy tirishishni yaxshi ko'raman. Bugun elchi programmamizga kelishlik maqsadim bo'lsa, Mangulik Emrayi bilan tanishish. Abdullah, marhamat. Abdullah, o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? İsmim Abdullah Ahmet, özüm Turpan bo'yliqdan. Kasbim usul. Mush teatrxonada har qaysi yerdan kelgan sayohatchilar uchun Turpanning madaniyatini tushuntiradigan bir san'at nomorlari bilan ashani kutib olamiz. Asos qilgan kasbimiz. Abdullahni taniyman. Abdullah hamda mushu tirishchan, mush san'at bilan shug'ullanayotgan, ham mushu restoranda sayohatchilarga o'yin qo'yib, o'zining mahoratini ko'rsatgan yosh yetilayotgan usulchilarimizning birisi. Sizning qarashingizda turmushdagi Abdullah qandaqroq bola? Turmushdagi Abdullah tirishchan, mas'uliyatchan. Bugun mana ko'krak kirib mushu sahnaga chiqibdi. Cho'qim quruq qo'l ketmaydi-ku deyman. Tirishqin. Bugün Abdullah undaq bu sahnada sizning jiddiyligingizning qilcha hojati yo'q. Chunki bu sahna siz kunda xizmat qilgan sahna. Sizga notanishmi emas-a? Aksicha, ma atrofdagi qizlar mehmon. Mehmonning izzatini qimmatliq sohibxonning majburiyati. Bugungi izzat hurmatni loyiqli qilib, amsa qizlarning xizmatini yaxshi qiling, qizlarning ko'nglini uchishga tirishing. Endi men shu qizchaqildan bir savol so'rab baqsam. Bu shu o'g'il do'stinglar yoki bo'lmasa yo'ldoshinglar qaydab qolsa, qaydaydigan ballim yo'q, o'g'an balnisa qaydaydiganlar yo'q bo'ldi qiz olib qaragan. Sizlar qandaq buni masalani hal qilsizlar? Muhabbatinglar yoki yo'ldoshing qaydab qolsa. Qaydaydigan erlar yo'q bo'lmasdan. Sizlar endi mush akshi turib qaydamdi deb turib olamsizlar, qanday usulda bir taraf qilsizlar? Mening mijozim biroz kerak. Shunga asal urushib qolaman. Shunga urushib qilishning oldini olish uchun xat yozishni tanlayman. Chunki qalam bilan urush qila olmagandan keyin asta bir oldirmay o'qisin deb xat yozaman. Xat yozishni tanlayman. Yoki bo'lmasa bir mazmun o'zimni pisib olaychi deb qo'ligimni yupirib olaman. Agarda meni xato bo'lib qolsa, shu vaqtni o'zida yoki bir soat o'tgandan keyin telefon qilish yoki messenga qilishlardan xo'nlik qilaman. Bunday ishlatdi, bunday qilgandim deb tushuntirib xo'nlik qilaman. Agarda yana ijroshda bo'lsa, vaqt qaramamayman. Men odatda qiyilgan olgan bo'lib faqat yaxshi ko'rmayman-chi, batnab degandek. Onun üstüne benim pek boynum qattiq, sələliqi
Judon emasman, faqatlam. Odatda ma'abdim bilan men menga yaqinchiman, gapqamaydim ortiqcha. Gapim oz endi. Lekin ashta qiydab qolgan vaqtlarda pek aklab turib olaman. Aklab shu bo'ldi qilgan o'tab ketdi qo'yjab, kichik ishlar qiydab yemay degandek, aklab xo'sh qilib, uni buni chilik qilib degandek ashunda qo'limda ekanman. Açıq bilan davolaydi ekansizda, texmi chilik qilib kuldirib yetaman odatda. Qolgan qizlarchi sizlar qanday qilgandinglar? Navot kerak, mening ma'abdim ashta qiydab qolsam, men shu ikki tarafga sal vaqt berman. Bir 2 soat vaqt bergandan keyin xatolik cho'qim menda bo'ladi. Menda bo'lmasa u aldirab qiydimaydi deb o'ylayman. Shuningga bir 2 soatdan keyin anan keyin telefon qilib qo'ng'iq qilaman. Navot kerak, yana ashunda bo'lib qolsa, amdi men yaxshi ko'rib, ne bo'lganki, yujiganki, cho'qim savrchalik bilan xatoligimni tunaman. Odatda o'g'il bolaniki mijoz o'xshash kelmaydi. Ba'zanlar ishtik qabul qildi, ba'zanlar qabul qilmaydi dal vaqtida. Shunga men bo'lsa bir 2 kun o'tgandan keyin fikr almashtirib, uning ochig'i yansa shu vaqtida ishtikal qilib bo'lamkin deb o'yladim o'zimcha. Agar mening xato bo'lib qolsa, tushundiraman. Agar yana ochig'idan yanmasa, bir mezgil o'z o'ylash basi bo'ldi deb qarayman. Agar men oshnachilikga yo'liqib qolsam, shu qiydiganlikning sababini bilib, asta-asta tushundirib, mendan qiydigan bo'lsa, ideyasidan o'tkazman. Ankayindan men bu yaxshi gap bilan aytilib degandek niyatini yandim. Men shu ahvolga yo'liqqanda oldidan eg'ir salmoq bilan uni tushundirish berman. Chiqib so'qishmayman. Tang bir oilani ma'vatgan keyin o'zaro taqimdan tushunish hosil qilib, birligimiz bo'lsa, tushunib yetalaydi deyman yo'lishimni-chi. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Demak, qizlarning hammasi asosan tushundirish, fursat berish, undaqcha aytganda, kang bo'lsang, kam bo'lmaysan degan gap bor-ku. Qizlar yana o'zininki naytdi kang qo'saq tarafini namoyon qilyotdi. Menimcha bu o'g'illarning so'yinishiga arziydigan bir taraf. Balkim ig'izib degan bilan amaliyotda ko'rsatmayim qoladi deb o'ylab qilishinglar mumkin bir qism o'g'illar. Lekin qandaqli bo'lmasin, ayol kishi go'yida 10 qo'li bor odamga o'xshab qoladi. 10 barmoq emas, 10 qo'li. Cho'mish tutgan qo'lida rolmi tutadi. Rol tutgan qo'lida qalammi tutadi. Qalam tutgan qo'lida yana balaning qo'lini tutadi. Demak, ayol kishining qo'li ishlaydigan yerlar nihoyatda nurg'un. Mushunaq ahvol ostida o'g'illarmi agar ayolim yoki qiz do'stim qiydab qolsam qanday qilaman degan masalaga javob izlamoqchi bo'lsa, bayotin qizlar bergan javobni ta'tirsiga o'rib, men vaqt berganmidim, men fursat berganmidim, men aksicha yarisi to'sabdimmi yoki kuldirish uchun, xo'shal bo'lish uchun tirishdimmi degan nuqtani o'ylanib baqsa arzigidek-a Abdulla. Masalan, siz qanday qilasiz? Men ashuna buruqdim qilib telefonma yoki ashirqma. Men birdan kirish faqat birdan qilib qanday karamsa vallahi o'ngishildi. Tashlab qo'yman telefonni. O'zim tashitman. O'zim ko'ngil xo'sh bo'lgan boshqa bir aloqalarim bilan do'stlar bilan ishlarimni tugatib, sal bir joyiga tushgan vaqtimda uni keyin kelma. Uni keyin qayta gap qilma. Yoki bo'lmasa bevos izlab boraman, boroladigan sharoit bo'lib qolsa. Nima degan samimiy bolasiz, Samika? Ağinlerim bilan deyishlardan bir xil. Yaxshi. Sahnadagi qizlar nima deb qoladi demidi-ya? Rost tursa amaliyotda u chunki ashta qilmanda chunki o'g'il bola degan mardona degan gap. Shu o'g'il bola bo'lish sifating bilan shundoq kang qo'saq bilan ishlarni bir taraf qilsang, qizlar degan nozik keladi-ku, noziklik bilan go'zal, o'g'illar qo'pollik bilan go'zal. Shundoq qo'pol mangishlar bilan u erkakdek ko'rindi. Shuning bilan shundoq kang qo'saq bilan hal qilishingni umid qilaman. Rahmat sana. Hal qiling, lekin bak o'z holiga tashlab qo'ymang. O'z holiga tashlab qo'yganingizda gohida o'z holidan tirilib qopib, sizga ehtiyojli emasligini bayqab qolsa ahvolda cho'ng o'zgarish bo'lib qoladi. Demak, muhtoj vaqtimda holimni so'rmagan odam, muhtoj emas vaqtimda yenimda bo'lganning ne hojati deb qoladi ukam. Ha?
Tangtirishaylik bu ishda. Chunki hissiyat masalasi oxirga borganda turmush, oila masalasiga aylandi. Shuning turtki bo'ladi. Xo'sh, Patigilardan men sizdan bir savol so'ray. Ma'lum ayol ajrashib ketgandan keyin bir-biriga mas'uliyat ishtirish bilan farzandini beqishga har ikkalan sal qarabdi. Men baxmayman desa, menmi bola ko'tarib kirmagan, menmi baxmayman deb farzandini beqish majburiyatini ado qilmabdi. Bola cho'ng bo'lib, ish bo'lmaganda bir maktab eshik to'shqandan keyin qarshi atrofidagi bolalar bilan o'zi o'xshamagan. Shuning bilan bu bola kimdan maslahat so'rashini uqmay, men qanday qilsam huquqimni qo'g'diya olayman degan yerga kelibdi. Garchi u bola huquqim deyamasimi, meni ota-onam nima uchun baxmaydigando deb o'ylab qolibdi. Mushundaq bolalar o'zining huquq manfaatini qanday qo'g'dash kerak? Oldi bilan qonun asosini o'tirib qo'ysak, davlatimiz Axtilab qonun dasturining 1067-moddasida ota-onalar bu farzandlarini beqish majburiyatini ado qilmaganda, quramiga yetmagan yoki quramiga yetgan bo'lsa-mu, mustaqil yashash iqtidori yo'q farzandlar ota-onasi beqish majburiyatini ado qilmaganda, shu beqish majburiyatini ado qilishni talab qilsa bo'ladi deb aniq belgilangan. Endi bu yerdagi ota-onaninki farzandini beqish majburiyati deganda shu farzandning o'sib yetilishi, turmushi va o'rganishiga muqim bo'lgan moddiy va ma'naviy sharoitlarni hozirlab berish majburiyatini ko'rsatadi. Shunga endi shu ota-onalar cho'qim qonun bo'yicha o'zininki dadalik, onalik majburiyatini ado qilib, shu bolaninki kelgusiga yaramliq bir kishi bo'lib chiqish uchun o'zining majburiyatini ado qilsa degan tavsiyani beraman. Rahmat. Abdulla, oilangiz haqida ozroq uqtirib beramsiz? Siz qanday bir oilaning farzandi? Dadam bir tijoratchi. Apam oilada. Necha bolasizlar? Biz 3. Bir akam bor, Urumchida o'zining xizmati bor, yana bir inim bor, u o'zining egilik bilan shu. Men shu mana bir kasb bilan shug'ullanib, men bayam degandek, men makasb bilan. Adangizning to'y bo'lib bo'lgan. Navbat sizda. Inim qilib qoldi. Iningizmi to'y qilib qoldimi? Men sirtda inim Turpanning o'zi bo'lgan ekan, bu yerda sal baldiroq o'qib qoldi. Iningizning sizdan burunroq to'y qilgani sizga besim bo'ldimi, bo'lmadimi? Ya. Çünkü bana telefon kılıp aka müştah diye vaqtda vafkam qilavera deb qo'ygan men ona. Necha yoshda kirdingiz? 28 kirdim bu yoz. 28 ga. Demak, hozir to'y qilish ishimga yetdim deb qaramsiz? Yo'q. Yo'q? Yo'q. Çünkü men to'y qilish ishimga yetdim deb unda deb o'ylaganim bilaman, chunki men tex bir unda bir odam o'shiranda men to'y qilib oxirgi bir o'talayman ana. Akhir ko'ngilga birsini topdim. Undaylik sharoit yarbaga vaqtda uni kendi o'ylashay deb shu fikrda turayotgan. Abdulla, sizning nazaringizda men olmasam bo'lmaydi deydigan qiz bola qandayroq qiz bola? Mas'uliyatchan, sodiq. Mas'uliyatchan. Sodiq. Sodiq. Dadam bayam deb o'tdim, otam ham deb turpanchisan. Tijoratchi emasmi? Ko'pincha chog'lar sirtda mayli kichigimda maktabga berib kelsam, tak oyildan ayrilg'ich bo'lgan orliqda, masalan, uydan ayrilib o'quvchi bo'lgan vaqtda opamning qilganlarini kunda ko'rib turmanda, biz 3 bola bilan opam yolg'iz. Masalan, har qanday bir ishqa bo'lgan, masalan, dadam yo'q joyga aydi, sirtdan bir odamlar, u bo'ladidan u yo'qligini izlab kelib qolsa degandek. Ashtajatim shunda bir opam bu ishlarni bir to'g'ri hal qildi-chu, o'tirib belqin deymiz. Bir ganga bir cho'myan bo'lib qolmaydi hech qanaqa vaqt uchun. Apangizdan bek faxrlanasiz. Apangizning tutgan yo'lni bek to'g'ri yo'l deb o'ylaysiz. To'g'ri yo'l deb qarayman. Uning ustiga achamga qilgan tarbiyalarimi bizning oldimizda hamda. Shunchalik bir to'g'ri deb qarayman-da, hozirmi deyman. Ayollikda ulgulik bir onam bor deysiz. Acham ham shunday, ashkisin deyman, ya achamdek yoki bo'lmasa, opamdek bir bo'lgan bo'lsa nima kun ko'rsam, qanday javob atsam olatim cho'qim degan bir arzuyim bor-da, endi kichkindan tortib. Bundaqa inim. Siz
ilishni orzu qilayotgan qizni boshqa bir ona tug'di. Uning ana shundoq boshqa bir ona tuqqan, sizning hadingizga bek o'xshab ketmaydigan bir hadisi bo'lishi mumkin yoki yo'q bo'lishi mumkin. Ikki oilaning farzandi degan nayt cho'ng gap. O'xshamagan ikki oiladan kelib bir oila qurish uchun sizmi butunlay mening oilamning havosi mushu uyga kirdi desangiz, uy qistangchilik bo'lib ketadi. O qiz mening oilamning butun havosi mushu uyga ko'chib kelish kerak desa, siz nafas olmay qolasiz. Chunki ilgari siz u havodan nafas olmagan. Ikki havo birlashib, tanglashgan vaqtda uyning tangpungligi bo'ladi. Tushundingizmi? Xizmat deymiz, u bilsin, bu bilsin. Hozir 28-40 qilgan raskaksam o'zim bilamay qoldim. Bilamayman, ukam degan ukam to'y qilib 6 oy bo'ldi ya. Ukam to'y qilib hozir bir necha qitim uyga chaqirdi, aka kep, tomoq yeb kep, ayolim tomoq qilib bersin. U bu deganning yoqi, uning keyini bildimda, haras enim to'y qilib bo'pti. Menga kep qopti buni va qisam bo'g'dak. Havas qildingizmi? Shunga Abdulla shu ishlarni ko'rib, andini sen bir his qilsanda, yaxshi. Seniki amma shu 28 yosh kirgan vaqtingma toza to'y qildigan vaqting. Mencha bo'lsa, mushu turmush nima, turmush qurgan aloqalaringdan yaxshi o'rgangan. Bizning kichik vaqtlarimizda cho'nglar shuna deydigan. Sen to'y qilsang, bir uyning turxunidan is chiqirib baq desa, o'tni qolasang chiqmamdi deydigan. Ameliyat keyin to'y qildik, balaliq bo'ldik, hozir mana navrlik bo'ldik. Bu degani sen bir uyni boshqarib, bir uyni qamdab erog'an ekan, mas'uliyatchilik bilan boshqarib ekib baq degani. Qila olamsan degani. Shunga senma demoqchi bo'lganim, texmi tirishqin. Mas'uliyatchilik bilan abiyam degandek yaxshi turmush bilimlarini o'rganib, qanasam eli biraz tilishsang mana bir chiroyli qizdan birini olib tushib ketamsan. Tirishqin afkam. Qizlar sizdan so'rayotgan mundaq bir inchki masala bo'lishi mumkin. Siz o'zingizning xizmat doirasida masalan kollektiv usulni ko'proq o'ynamsiz yoki siz o'tirliqda o'ynaydigan ijrochimi? Masalan, bosh usulchimi demoqchi? Mushtakni qo'yilgan kechilikning baş ijrosi asosiy rolda men. Yalğız numur ko'rsatgan ahvollaringizmi bor? Demak, taraqqiyot istiqboli bor bir kasb egasi shundaqmi? Undaqda siz bolalig'ingizda dadam ko'proq uyda bo'lsa bo'lmamdi degan tuyg'ulardan bo'lib baqqanmi? Apangiz uchun dadam sirtlarda ko'p bo'ldi, apam jabba tortyapti degan tuyg'ularda bo'lib baqqanmi? Ya kichik vaqtimizda besh shaxsiyatchiligimizni uni o'qimadim. Unda hamda yolg'on gap qilishni o'rganib, apam jabba tortib dadam bo'lsa bo'ldi emas. Dadam bo'lgan bo'lsa uyda bir ishlarimga bir opamdan so'ramay, bir dadamdan so'rab, dadamga bir men ishlarimni boshqa turib sinib yig'ini degandek, yoki misolqa o'zimning turmushda bir ishlarga dadamga bir mundaq qilib baqsa deb davop baqandim. Hozir siz savolni so'ragandan keyin endi o'ylayapman, opamning aytgan joyi dadamni uyda bir apam yo'q chog'da apamning mijozi yo'q qolib dadam bir tomoq etib baqsa yoki musulmonda qilib baqsa deganni uni rost o'ylab baqib ekanman. Siz ikkinchi dadangiz bo'lishni xohlamsiz? Ya'ni xuddi oilangiz, apangizga o'xshash bir ayolni akirib, o'zingizmi ikkinchi dadangizning davomini davomlashtirishni xohlamsiz yoki gapimni aniq anglang? O'zingiz yaxshi ko'radigan, sizning layoqatingizga to'shadigan bir qiz bilan to'y qasriga qadam qo'ygandan keyin sizning bolalikdagi aslimlaringizda dadangizning haddidan ziyod aldirashib bo'lib, opangiz bilan ko'proq hamroh bo'lgan muhitingizni ozroq to'liqlab, iloji bor bek aldirash bo'lmaydigan ishlar bo'lsa, aldirashlikni kayniga cho'rib, uyga ko'proq ko'ngil bildigan. Balammo xuddi mening kichikligimga o'xshash dadam aldirash, opam menga ko'p ko'ngil bildi emas, opam dadam ikkisidan ko'ngil bildi degan holatda bir boshqacha dada bo'lsam degandim o'ylamsiz. Bu degani margiz sizning dadangiz, ya'ni dadangizning ismi nima? Ahmad. Ahmad kamni ayblaganlik emas. Hech kim turmushni mo'lcharlab olmaydi, kesib olmaydi. Aldirash bo'pti. Lekin balkim yolg'iz o'tirib choy ichib barangiz, dada, bolaligimizda ko'p amra bo'lmagandan o'kinamsa desa, ishini ba'zi o'kinib qolmay bolam deyishi mumkin. Chunki hech qanday ota-ona aldirash bo'lib bolalarini ko'rmaslikni orzu qilmaydi.
Şu vaqt chiqaramaydi, gayda deb aldı qarab tirishib ketadi. Qandaqda bo'lmoqchisiz? Men o'zimning shaxsiy o'ylaydiganim, ash turmushimni, turmushimga yetkirek, turmushimning ajizini chiqqarek, ma'lum bir yaxshi sharoitga, o'zimning ko'ngilni yaxshi qilish o'ylayman, oilam bo'lgan, yaxshi sharoit yetib bo'lguncha cho'qqim hozirgi yoshligimdan, ammo hozirgi imamdan foydalanib, ash sharoit akib olgandan keyin, onun keyindan xizmat bilan oilani bekerek oilaga chiqargan bir olib, onun keyindan xizmatni qilganimda bir shunda bir arzuyim bor endi. Boshqa yurtdagi qizlar agar sizni tanlab qolsangiz, olib qolamisiz Turponga yoki bu qiz qo'shilmay qolsa qanaqa qilamiz? Qo'shilmay qolsa aldimiz qarab men taqayli, ashtaq ahvol ideya xizmat ishlab qoyil qilaman-da. Aslında sen demek olduğunu da payda sevmekam. Ideya xizmat ishlab to'ydan keyinmi daim endi menga men desam, ma'lum bir sharoitlar bergan asosda menga oladigan-chu, uyga bora oladigan, men har vaqt birga olib akiladigan bir sharoitni hozirlashga sharoit yaratib turib, ideya xizmat ishlaman. Undaqda, enim biz hozir dastlabki qadamda endi qizlarmi sizdan bak ko'p bo'lmasa asıl savol so'radi. Sizmi ko'p savol so'rashni xohlamay ketdingiz. Men endi ko'proq o'tiringlar ko'rik bo'lib qoldim. Lekin vaqt o'tib ketyapti. Biz chiroq o'chirish bosqichiga kirsak bo'lamdi. Qizlar, o'zinglarni dangsab, ixtiyor qilsanglar saqlanglar. Hozircha o'ylashaydi desanglar o'chirib yetib turinglar. 3, 2, 1. Hozircha o'ylashaydi desanglar o'chirib yetib turinglar. 3, 2, 1. Afsus, o'zining sahnasida o'zi uchun chiroqlarning o'chib ketishi bu bir aslilik afkam. Ma sahnaga har bir chiqqaningizda ma tatliqni hikoyalarni o'ylab qo'ying. Demak, kasbim deyotgan hayotingizda turmushingiz uchunmi vaqt ajratib qo'ying. Ma'qul. Arziydi deb qarasangiz. Rahmat enim. Afsuslanma Abdulla. Bugun chiroqlar o'chib ketgan bilan sen davomli usul o'ynaydigan sahnaning chirog'i davomli yoniq turdi. Yana umid bor yasha. Rahmat. İşleriniz oңushlik bo'lsin. Gerçi bugün sahnaning bütün chiroqlar men uchun o'chib, men sahnadan tushib qolgan bo'lsam-mu, bu mende hech qanday bir maysinish yoki bir ko'ngillarimiz bo'lishgandek undaq ifoda yo'qdi. Chunki men hozirgi bayon sahnadan deb o'tdim, o'zimning kasbiy, o'zimning shu ma'lum bir sharoitga tushish uchun tirishayotgan vaqtim turmush to'g'riliqmi o'ylashdim, biroq unchalik o'zimni urib turmush quraman, bir qilman degan vaqtim emas. Shuning uchun menga yana nurg'un fursatlar bor. Şu fırsatlarda bunun hayat turmuş yolunda özümün yaxşı cüptünün çoxum şiraydiganlığa özüm işleyman. Rahmet. Abdullah üçün bu yaşlıq ötüvatqan sahne. Bugün Abdullah üçün bu bir başqacha sahne. Yani özü layıq tanlığıl çıqıb her xil sebepler bilen chiroqlar o'chib ketgan sahne. Samikam aytgandek biz Abdullah'nın kasbiy sahnesidagi chiroqlarning Мәңгі елінжап тұрышыны, Абдулланы yo'ritishni umid qilish bilan birga elchi sahnasida va yoki turmush sahnasida Abdullah o'zi orzu qilgan turmush musobaqasiga balduroq yetib berishini ham umid qilamiz. Qizlar, naqsh anglamdiq. Qani, tavandagi naqshdan birlikda huzurlanaylik.
Şallı men şuna atap Tutarım sazını Tutarım sazını Şallı men şuna atap Tutarım sazını Tutarım sazını Akşam hazırca Kulağı gayet musun Benim akşam hazırca Kulağı gayet musun Benim söygen şu yarim Beni taşlap ketmusun Beni taşlap ketmusun Benim söygen şu yarim Beni taşlap ketmusun Beni taşlap ketmusun Elin akşam hazırca Yar kaşıga yetmusun Elin akşam hazırca Yar kaşıga yetmusun Benim söygen şu yarim Beni taşlap ketmusun Beni taşlap ketmusun Benim söygen şu yarim Beni taşlap ketmusun Beni taşlap ketmusun Söygen şu yarim Beni taşlap ketmusun Beni taşlap ketmusun Qani biz ikkinchi bo'lib sahnaga chiqadigan o'g'il mehmon bilan ko'rishib baqaylik. Marhamat. Qani biz ikkinchi bo'lib sahnaga chiqadigan o'g'il mehmon bilan ko'rishib baqaylik. Marhamat. Yaxshimi? Yaxshimisiz-da? Qaydini bilasiz-ku? Ha. Yaxshi. 10 nafar qizni tanlaysiz, bir nafari siz bir ko'ribla mehri issiq va yoki yurgingizni pishid qilaligini. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldi Zuliyat. Ma'qul. Ifodangizning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Qani qizlar, marhamat. Qizlar, qaydimiz bo'yicha ekran qarab baqaylik. Yaxshimsizlar, elchi programmamizga go'zal qizlar. Men Zuliyar bo'lman. O'zim Urumchidan, hozir Shanxayda oliy maktabda o'qiyman. O'qishlarim nihoyat yaxshi ketib bordi. Men odatda sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Bugun elchi programmasiga kelishdagi maqsadim bo'lsa, mangulik hamrohim bilan tanishish. Qani Zuliyat, marhamat. Yaxshimisiz-da?
Yaşım kam. Yaşım sizler. Züliyar okuyatsız. İkinci yıllıkta Ali Mektep'nin. Şanghay'da okuyatsız. Tətillik fürsət qaytıb kelib, mana bizning surat kelish xizmatimizga ulgurib kelibsiz. To'g'ri. Bundan ilgari o'qiyotgan mazgilingizda telefonlardan ko'rdingizmi? Ko'rgan, burun tatib ko'rib oldim. Yaxshi ko'ramsiz? Ha, o'yinlarni yaxshi ko'raman o'zim amra. Izchil ko'ramsiz yoki aralab ko'ramsiz? Aralab ko'rib baxtim izchil ko'raman. Shunga bu qitim fursatni qo'ldan bermayman deb atayin Urumchidan turpaga kelibsiz-da, ha? Elim yaxshi turpan da apdiq. Agar 6 oylarda olgan bo'lsaqmi baramdingiz? Bardim, yonmayman-ku. Qizlarning ichida Urumchidan kelganlarmi bor? Ko'rib yiqib ekansizmi? Ha, ko'rib boqdim. Kimni? Biz 5 numar bilan biz Goron paraldesin o'qib. Ismini nima 5? Sumaya. Sumayalashgan saboqdashmi? Paralı o'qigan. Paralı. Zuliyarni ko'rib hayron qoldingizmi? Qanaqa bo'ldi? Qilchin ya bu. Undaq bo'lsa Zuliyarni ish bo'lmaganda to'liq o'tir maktab vaqtida saboqdash o'qib tushundigan bir aylan bor ekan. Zuliyar o'zi haqida deyishdan burun biz Sumaya orqali Zuliyarni ozroq tushunib baqsaq bo'lamdi? Bo'ldi. Zuliyar qanday bo'ladi Sumaya? O vaqtlarda men pek diqqat qilmaydim. Lekin ham ikkimiz chiq paralashmaydi. Keyin shu boshqa ishmi bo'lamda? Bir sinf. Paralel o'qigan, paralel. Ha, parallel. Ha. To'g'ri. Ana shu chiq paralashmagan keyin na ko'rishib qo'ysak, ha, yaxshimi deb o'tib ketadigan, unda chiq paralashmaydi. Shuning bilan keyin bitirib, undan keyin bir vaqtda 2020 uchrab qolgan bitti, undan keyin ko'rishib bundoq. O'zgaribdimi? Ha, burun bek pakat yoz izlab chiqdi. Ashtaqma? Burun bilan menda sal pakatdi. Ha, Sumayya-chu? Sumaya burunda chiroyli qashab, shu bitmisham o'tdi. Ha. Sumayyaga qaraganda ta'sir yaxshi ekan, ha? Bo'ldi. Endi qolgan fursatni boshqa qizlarga beraylik. Boshqa qizlarmi siz haqida nurg'un savollari bo'lishi mumkin. Albatta siz so'rasangiz bo'ladi. Siz hozir oliy maktabda o'qiyapsiz. Hozir asli qonun bo'yicha ham oliy maktab o'quvchilarining to'y qilishni cheklamaydi ham, tashabbusmi qilib ketmaydi. Biz oliy maktab o'qiyotgan chog'larimizda bo'libmi oliy maktab bitirish oldida ig'raya qalat surat tushadiganlar bor deb yejoga. Ham bo'libmi aspirantlar o'tirsida bor. Endi mening demoqchi bo'lganim siz hozir o'qiyapsiz. Endi bu turmush, oila qurish deganni muhabbat asosida deymiz, lekin buning keyinda yana iqtisodiy asos bo'lishi kerak. Unda bo'lsa sizning hozirgi mushay kelishdagi maqsadingiz endi qizlar bilan ko'proq tushunib, muhabbat asosini tiklashmi yoki turmush qurishmi? Agar turmush qursangiz, shuning iqtisodiy asosini o'quvchilik hayotingizda bera olamsiz demoqchi. Men shu hozir o'qiyotgan masala bo'lgandan keyin başta asosga kelish mumkin. Masalan, muhabbatlashib asosda o'zimni iqtisodiy degandek ashada men hozir o'ylashqinim shu ishkirda qolib qolgan o'ylashim bor emasmi? Ashada kasbim shu zimeti bo'lgandan keyin ash kasbni ayirib biroq bunisiga kirib ishlashni o'ylashgan emasmi? Shunga bu yerga kelishim maqsadi shu başta asosda bir muhabbat Dal men erishmoqchi bo'lgan javobim shu. Demakchi, endi bir er kishi bir erlik majburiyatini ado qilish kerak. Shunga oldi bilan muhabbatni qo'ldan berib qo'ymay, muhabbat asosingizni tiklab turishingiz yaxshi ish. Yana birisiga ash xonim qizlarga, yana o'maqlarga mas'ul bo'lishingizni umid qilaman. Rahmat. Ro'shangiladingizmi? Sizga yarasha yaxshi fikr berdi. Zuliyar, garchi biz sizlarning o'xshash yoshdagilar bilan nurg'un ishlarni boshdan kechirmasakmi? Sizlarga hadi yo'lliq bo'lish sifatimiz bilan kino, televiziya filmlari orqali va yoki atrofimizga sizga o'xshash inson-singillarimiz orqali sizlarning turmushinglarni ozroq bilamiz. Ya'ni sizlar nihoyat reallashgan bir davrda yashayapsizlar. Cho'qim o'g'illar barliq mas'uliyatni o'z ustiga olish emas, sharoitning yor berishicha har ikki taraf o'ziga yarasha o'ziningki yukidan o'zi chiqsa bo'ladi. To'ydan keyingi turmush boshqa. To'ydan burun har ikki taraf o'ziningki ahvoliga yarasha mesela qildigan ishlar nihoyat normalga va to'g'ri. Endi bizning davrimizdami shu ishlar boshlanibdi hozir o'ylasam. Sizlarga kelganda o rasmiy qiliplashib, sizlar hayron qolmaydigan. Qizlarmi ishning bo'lmaydi deydigan vaqtga keldi-ku deyman-a. Bo'ldi. Undaq bo'lsa bak cho'ng yuk yali qivilishning hojati yo'q, bisim qivilishning hojati yo'q fikam. Hamda nurg'un vaqtida ayollar masalasida doim nima deydi deganda tushunishmiyim,
bir-birini tushunish muhim deydi. Amaliyotda tushunishdan muhim bir narsa bor. U bo'lsa nimasi tushuntirish. Amaliyotda tushunish, amaliyot tushuntirishdan keldi. Nurg'on odamlarning amaliyotda tushuntirish iqtidori tuban bo'ladi yoki tushuntirishni xohlamaydi. Shunga menimcha ayollar ko'proq bir qarshi tarafning uni tushunishini emas, o'zini qarshi tarafga tushuntirishni birinchi o'rin qo'ysa, menimcha bu nurg'on vaqtlarda ayollar masalasiga jiq foiz bor deb qarayman. Ha, bo'ldi. Siz boya Shanxayda qilishni o'ylashiman dedingiz. Yaxshi ko'ramsiz Shanxayni? Ha, men o'qiyotgan 2 yil bo'ldi emasmi? Maktab ismi Shanxay Tonxay bo'ldi. Ha. Başta asosan fikirni qabul qilishni o'ylashgandan keyin o'yiklam qo'shildi. Ondan aşağıda farzand qilishni o'ylashgan. Uydagilaringiz sizlar nechajan? Biz 2 akam bor. Akangiz bor. Akangizmi ishlayaptimi? Ha, ishlayapti. Apangiz dadangizninki sizning keyingi taraqqiyotingizni tutgan muomalasi qanday? Masalan, qaytib kelsang bo'ladi, balaning kichik bo'lgankin demamda. Baş aşağı degan, lekin oxirida qoyil qo'zdirim bo'ldi. Aşağıda qolgan o'zimning xiyollari bo'ldi emasmi? Maktab aşağıda bo'lganki, asosan kunab bo'ldi emasmi? Aşağıda sharoitga degandek. Shunga aşağıda qabul qilishni o'ylarga. 2 yildir ko'nib ketgan bo'lsangiz, mas'ul iqtidoringiz yaxshi kelibdi-mi? Har xil. Qani. Endi siz qizlardan bir savol so'rab beqman. Siz odatda hayvon beqish qamroqmi, masalan, mushuk ish deganda? Men mushukdan baq qo'rqmay qarang. Burun ish baqatdim. O vaqtlarda qo'rolayapti. Qo'ro uyimiz vaqti. Qo'ro uyimiz vaqtida ish baqqan. Lekin hayvon yaxshi ko'rmayman deganim emas. Hayvonlarni yaxshi ko'raman, mushukdan qo'rqaman. Eng yaxshi ko'rgan hayvonim shu ot bilan qoplan. Men ish beqishni yaxshi ko'raman. Ish beqishnimi? Masalan, ishlarning mazur sortlari o'xshamaydi, turlari o'xshamaydi-ku. Faqat bir umr o'smaydigan ishlar bor. Ha. Cho'ng ishlar beqishgan. Nimishqani ham bir xil ancho'ngan bo'ldi, yo'lda masmi degan. Giz yo'g'anma, quloqlardan turdiganma. Antiqda o'yinglardimi, agar kayfiyat yaxshi bo'lsa, ishlar amra bo'lib, cho'ng ishlar bo'lgan ekan. Shu unarslar bek ishqa bek qiziqman, ish beqishgan bek amra. Siz bu savolni so'rashingizda sizmi burun bir Mesela öy hayvanları bilan uchrashib baqqanmi? Bo'lgan. Men to'liq o'tirdan boshlab shu tashoy chiqcha 3 yil baqqan bir ijtimoiy emasmi? Ishdingizmi? Ijtimoiy baqqan. Kichikdan boshlab bir baqqan. Hozir qanchalik bo'ldi bama? Hozir juda ketdi. Oldingi juda ketdi, ha. Juda ketdi. Ko'nglingiz qancha yerim bo'lgandi? Endi shu o'zimning do'stideklarm shu, masalan, uyga olsam, masalan, opam odadan masalan ishga ketsa degandek vaqtlarda menga amra bo'lgan shuda. Endi albatta yerim bo'ldi. Benim ikki o'g'lim bor. Ikki o'g'limning ayliqi bahodir cho'ng bo'lishi bilan birlikda yana mehribon bo'lishini bek orzu qilaman. Chunki keyingi vaqtlarda xuddi sizga o'xshash mana shunday yigitlik yoshiga yetganida ular bir oilaning mas'uliyatidan chiqish kerak emasmi? Men o'zim garchi oila hayvonlarini beqishga ham sharoitimizmi yo'q bino uylarda. Ham o'zimning vaqtim yetmadi. Oila bo'yicha hammamiz o'qish xizmat bilan aldirash bo'lgankin, lekin shu tarafdagi kinolarni qo'yib bermay qaramqam. Shuningda mesela mayli ish baqqanlar bo'lsin, mayli mushuk baqqanlar bo'lsin, 11 jon bo'lgandan keyin bakla o'tirliqdagi rishta chingib ketadi ekan. Mesela ishda o'lib ketib qolsa yoki mushugi o'lib qolsa, u azobliq tuyg'ularni ham kinolar bak yaxshi ifodalagan ekan, bolalarimga ko'rsataman. Bu orqali ularga nima demoqchi deganda mehr-muhabbat tarbiyasi. Yalnız odamlarga emas, atrofidagi jonliqlarga mehribon bo'lsa, men mushlarni o'ylab qoldi ekanman. Shunga yutib ketdi degan ekan, tabiiyla cho'qim bak azoblandi deb o'yladim. To'g'ri. Sizlar siz yosh jihatda sahnamizga chiqqan bir qism qizlardan xeyli kichik. Lekin yana bir necha qizlar bilan asosan tangtush yoki sizdami bir 2 yosh kichik qizlarmi bor. Demak, sizning hozir tanlash doirangiz nisbatan cheklik. Sizdan so'ramasak-mi bu aniq. O'zingizdan bek cho'ng bo'lishini xohlamaysiz-ku deyman, ha. Undaqda biz qizlarningki chiroq o'chirish bosqichiga kirsak bo'lamda. Bo'ldi. 3 2 3 2 1. Ay! O'zingizning to'liq o'tirdiki parallel balla o'qigan savodishingiz Sumayya siz uchun chiroq saqlab qolibdi. Endi Sumayya siz xohlasangiz biz Zuliyar sahnaga chiqib o'zining ko'ziga issiq ko'ringan qizni ayrim suratni chekib tanlagan. Shu qizni ko'rib baqsaq bo'lamdi. Agar siz bo'lmay qolsangiz maylimi? Hech nima bo'lmaydi.
Bo'ldi, biz birlikte qarab baqaylik. Qani qizlar ekranға qaranglar. Dal Sumayya. İşkanlarning undidari bormi? Bor, yaqinda qo'shdik. Yaqinda qo'shdinglar. Nima uchun undidardi demadingiz? Hamda shu mushtar sakdan chiqib o'zim sinag'ash, hamda jihodimlar ko'stib mushtar sinab baqmoqchidim. Ben bir narsa so'raya. Siz Sumayyaning mush programmaga qatnashganligini anglab keldingizmi yoki Sumayyadan yaxshiroq qizlar chiqib qolamdi texi degan arzuga kelganmidingiz? Anglab kelgan. Men To'sa Chamberga ko'rgan emasman. Boshqa biletni bilan fushib kelgandim. Ve abdi ketmaydi. Aldыңызмы Sumayya? Undaq bo'lsa biz qayta bosqichlarni tamomlashimizning hojati yo'q. Ikki saboqdosh o'qiganlarga nisbatan qiyin so'raydiganingiz bormi? Deyishning hojati yo'qdek turdi. Chunki ishqanlar bir-biringlarni bola vaqtinglardan tatib bildiganlar ekansizlar. Qani. Sumayya, marhamat. Uyuuu. Ma ikki inim singlimning endi tursa adam bir xil besim esqib ketar ekan-ku. Acaba sahnada yarashdinglar. Mushbit turib turinglar qizlar diqqatda. Men Fatiguldamdan bir muhim masalani so'rayman. Zuliyar mashina haydalamsiz? Yo'q. Sho'pirlik pravasi ilish planingiz bormi? Bor. Sumayya sizchu? Mening ilish og'im bor, lekin o'zim ishonchim yo'q. Hozircha u planingizmi yo'q ekanda? Lekin qiziqman. İşençim yo'q degan hargiz qilmang Sumayya. Siz cho'qim yaxshi o'rganalaysiz. Muhimi rasmiy sistemlashgan maktabda kasbiy o'qituvchining qo'lida tarbiyalansangiz mashina haydash amaliyotda taslim emas. Qizlar qanchalarning pravisi bor? Qo'linglarni ko'tarib yiqinglar. 1 2 3 4 5. Undaq bo'lsa men shu mashinaga oid bir savolni so'rab berman, hammanglar anglanglar. Fatigullada ma'lum biraylar o'zining mashinasini 100 kilometrdan do'stiga berib turibdi. Do'sti ehtiyot qilmadimi qandaq? Dal shu do'sti degan kuni vaqa chiqib mashinaning zinini aytdi, cho'ng bo'lib ketibdi. Endi bu yerda to'lam to'lash masalasi kelib chiqadi. Bu to'lamni mashinaning asli egasi to'lamdi, shu kuni haydab turgan do'sti to'lamdi. Davlatimiz axloq qonun dasturining 1209-moddasidagi belgilamasiga asoslanganda Muşu vaqadagi kelib chiqqan endi shu og'ini saydigan mashina mas'uliyatni ustiga oladigan hodisani keltirib chiqargan bo'lsa, to'lam mas'uliyatini shu mashina haydaguvchi ustiga oladi. Endi muşu mashinaningki mashinada hodisa kelib chiqishida shu mashinaning haqiqiy egisida yoki mashinani boshqaruvchisida savallik bo'lsa, ularmo muayyan to'lam javobgarligini ustiga oladi. Mening tavsiyam bo'lsa, mashinani amalba boshqalarga ishlatib turishga bermasak. Bergandimi, uningki pravos bormi yo'qmi, masmu saqmi, shu bexatar haydiyalamda yo'q deganlarni o'ylashib turib, anandaki mashinani bersak. Bo'lmasa, shundaq bir xil avval kelib chiqadi. Ras, mashinani berib turmiding pixsiqchimisan, ko'zan kichikchimisan deb qarshi tarafning g'ururi bilan o'ynashib yoki qarshi tarafning ziddiga tegib, do'stlikni bahona qilib mashina so'rashning o'zi amaliyot qarshi tarafni xijolat qilganlik. Vaqa kelib chiqsa, mana shundaq mas'uliyat surishtirilgan bosqichga borganda do'stlikmi buzilib ketishi mumkin. Shunga bugun biz bu jihatdagi qonun savodimizni o'stirib oldik. Zuliyar, Sumayya, sahnadan ayrilish oldi turyapsizlar. Sumayya singlim, oltin uzgingiz bormi? Bugun taqmayman, lekin bor. Odatda seriq oltin uzuk taqamsiz? Odatda taqmayman, lekin qo'ymayman. Qo'yib qo'yma. Yaxshi ko'rgansizda? Ha. Zuliyarjon bilan Sumayya bak talal ekan. Buni shu elchi programmasiga birga kelib, yana kelgusidagi yo'limi bir bo'ldi mana. Yaxshi ishkinglar bir-biringlarni yaxshi tushunib, yaxshi muhabbatlashib, teg'im ayrılmas bo'lib, kelgusidagi turmush sayfanglarni yaxshi boshlashinlarga umid var. Bo'linglar. Rahmat. Yaxshi o'tishinglarni aytib bildirma. Rahmat. Sumayya singlim, sizga Shinjang Barginaz xalqaro savdo chekish shirkati alohida
təqdim etgan altın üzükdən birini sovuq qılımız. Savaqdaş səhnədə turuz qanaq qıldı ki? Oylamğan bir iş buldu ya. Mübarək bolsun. Əmdi Züliyar inim, sizmi Ürümçiga quruq qol ketmang. Qaraqash Sho'xlan savdo-cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan gaz o'chaqdan birini sizga sovg'a qilaylik. Rahmat. Üzükni o'z qo'ling olib sep qo'ying. Aşağı oylashgan tilni kelsa. Xijil bo'p, qanaqa qilib chiqmayotdi. O'g'il o'g'il emasmi? Bo'ldi, bo'ldi. Qilamiz. Ha, mana muborak bo'lsin. Alqış qildim şey bir ha. Endi gerçi şikala kichik. O işlarga baldırıp bolsunmu? Mesela o'ylamag'an yerdan o'qish bitiriblar degandek to'y qilish musobaqasiga olishib qolsanglar, undaqda Şinjan Pasil xalqaro savdo-cheklik shirkati ishqalaning sayohatlarning barliq chiqimini o'z ustiga oladi. Shirin ay sayohatlarning. Bundan keyin bo'lsa Qarqash Sho'xlan savdo-cheklik mas'uliyat shirkati 8 ming yuan qiymatidagi oila elektr saymonlarini to'yliq sovg'a sifatida beradi. Artıq gapning hojati yo'q. Savaqdashsizlar, bilishadiganlar sizlar. Balalikdan birga o'sib yetilganlar sizlar. Bundan keyingi o'sib yetilish musobaqalar texam ko'ngillik bo'lsin, ravon bo'lsin. Ko'ralmasak yiroqni mayli. Ben Züliyar'ni tanlaş sebebim Qovcun vaxtımızda, Çinçön yendəydə birlə ütüb, birlə oqub, qankin, şunu bilan bu səhnədə qaytadan görüşüb, buğanlıq üçün şu an mən yanına Züliyar'ni tanladım. Meni tanlagan yerim bolsa, burundan başlap şu Qovcun savaqda şoğandan keyin paralı. Aş vaqtdan başlap azroq ko'nglim bo'lgandan keyin mush vaqt fursat foydalanib sahnaga chiqib shu ma'lumot qilib to'g'ri. Savaqdashlik aslimsida balkim Zuliyarning ko'nglida Sumayya umaqqina bir qiz. Mana bugun kunda bo'lsa Sumayya bakma chiroyliq shu umaqliqni yo'qotmagan holatda Zuliyarning qiz do'stiga aylandi. Züliyar belki özünü baxtli his qilayotgan bo'lsa kerak. Bu hikoyaning davomini biz keyingi sonlarda agar natijasi chiqsa, bundan keyingi xulosalarımızda sizlarga yetkazib turamiz. Qadrli ko'rmanlar do'stlar, unutib qolmanglar. Programmamizning tajdorligini o'zigacha tam tetitqulari bilan xaridorlarning oldin tanlash bo'lib kelayotgan Şinjan Cho'ng Ustam yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Çaç yuyish, çaş asrash sohasida izchil bayroqdor korxona bo'lib kelayotgan Şinjan Al-Xumar mablag' silish cheklik shirkati alohida talab qilgan. Şinjan Pasil xalqaro savdo-cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Elchini Şinjan kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati ajri bilan ishlagan. Qizlarcha patatdanlar, sizlarga mo Şinjan Bergnas xalqaro savdo-cheklik shirkati ta'minlagan sovg'atliqlarni taqdim etamiz. Qabul qilinglar. Xayr do'stlar, kelar hafta dal vaqtida biz bilan yuz ko'rishni unutib qolmaysizlar. Biz elchi